Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz Fazliddinov Diyorbek o'quv markazi haqida batafsil gaplashamiz. Xo'p, bu o'quv markazimiz 2021-yildan beri o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Bu onlayn o'quv markazi hisoblanadi. O'zbekistonning istalgan joyidan turib, uydan chiqmagan holda internet yordamida qatnashishingiz mumkin. Xo'p, endi o'quv markazimiz haqida gaplashsak, nima uchun aynan bizni tanlash kerak? Birinchidan, sifatli video darslar, ya'ni HD sifatgacha, HD sifatgacha to'g'rirog'i, jonli darslar, Zoom yoki Telegramda video chat qilib, birga bir, ya'ni o'quvchi bilan faqat o'qituvchini o'zi alohida shug'ullanib, darslarni olib boradi. Qulay vaqtda, o'zingizga qulay vaqtni tanlab, o'sha paytga ustoz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Undan keyin kafolatlangan darslar, bizning darslarimizga kafolat beriladi. 2 dars qatnashib ko'rasiz. Agar dars ma'qul bo'lsa, undan keyin to'lov qilib qatnashishingiz mumkin. Natijagacha olib chiqiladi o'quvchini va bizning darslarimizga ota-onalar ham kirib, bemalol farzandi qanday qatnashayotganligini jonli tarzda ko'rib turishi mumkin. Video darslari hammasi yozib olinadi, ya'ni jonli darslarning hammasi yozib olinadi va o'quvchini o'ziga qaytarib tashlab beriladi. Endi o'qitiladigan fanlar haqida gaplashsak, bizda fizika, matematika va ingliz tillaridan onlayn tarzda tayyorlab beriladi. Fizikadan DTM, SAT va milliy sertifikat imtihonlariga, matematikadan ham DTM, milliy sertifikat, SAT, ingliz tili fanlaridan ham IELTS, CEFR, SAT imtihonlariga, milliy sertifikatlarga tayyorlab beriladi. DTM uchun ham ingliz tili fanlaridan sifatli darajada tayyorlab beramiz. Endi bizda qaysi imtihonlarga tayyorlaniladi? Birinchidan, SAT imtihoni sizga nima uchun kerak? SAT imtihonida agar siz 1200 dan yuqori ballni to'plasangiz, agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, 50% ustama olasiz 3 yil davomida. Har oy 50% dan oyligingizga qo'shib beriladi degani bildiradi. SAT sertifikatini olsangiz. Endi DTM imtihoni abituriyentlar, o'sha o'qishga kirmoq, oliy o'quv yurtiga o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar uchun kerak bo'ladi. Milliy sertifikat esa sizga nima beradi? Milliy sertifikat bu sizdan o'sha fanni imtihon topshirmasdan turib maksimal ballni olishingiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni milliy sertifikatingiz bo'lsa, masalan, fizikadan, matematikadan yoki ingliz tilidan milliy sertifikatingiz bo'lsa, siz DTM ga imtihon topshirib o'tirmaysiz. Maksimal ball 93 ball bo'ladigan bo'lsa, o'sha 93 ballni yoki maksimal ball 189 ball bo'ladigan bo'lsa, o'sha 189 ballni qo'lga kiritasiz va muddatidan oldin talaba bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning darslarimiz 0 dan boshlab individual tarzda o'tiladi, ya'ni har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanamiz. Bilim darajangizdan qat'iy nazar maqsadingizga erishishingizga yordam beramiz. Hozirroq ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizning ustunliklarimiz nima? Bizning ustunliklarimiz individual yondashuv, har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanish, tajribali o'qituvchilar, yuqori natijagacha kafolat beramiz. Bizning video darslarimizdan va o'quvchilarimizning natijalaridan namunalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube ijtimoiy tarmog'iga Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, bizning video darslarimizdan namunalarni ko'rishingiz mumkin. Agar darslarimiz, o'quvchilarimiz natijalari sizni qoniqtirsa, ya'ni sizga ma'qul bo'lsa, unda onlayn individual kurslarimizga, sinov darslariga qatnashishingiz mumkin. Agar sinov darslari ma'qul bo'lsa, undan keyin kurs uchun to'lovni qilib, keyin darslarni davom ettirishingiz mumkin. Buning uchun kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun, kurs narxlari, kursning soat nechilarda o'tilishi, sizga qulay vaqtlarda ustozlarning vaqti bor yoki yo'qligini bilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bugungi videomiz shundan iborat edi. O'quv markazimiz haqida qandaydir savollaringiz yoki takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa ham quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugungi videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Kanalimizga obuna bo'ling va video darsimizga like tugmasini bosishni unutmang. Shu yo'l bilan bizning ishlarimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Hammangizga rahmat, xayr, salomat bo'linglar.